dog'dan shikoyat qilayotgan bo'lsa, sizlar uchun mana shunaqa Melakit naborimiz bor. pH formuladan ichida 4 ta mahsulot kiritiladi. Hozir sizlarga har bittasi haqida tushuntirib ma'lumot berib o'taman. Birinchisi bu Exfo umvalkamiz hisoblanadi. Bu umvalka juda ham yaxshi yuz yillarni tozalab, oliy ter, oliy hujayralarni yuz yilidan olib tashlab beradi. Sababi buni tarkibida enzimlar va papainlar mavjud. Bundan keyingi qilinadigan uходlaringlar ham yuz yiliga juda ham chuqur kiradi. Tim bo'li bu yoqda bizda kislotali mahsulotlar kelyapti. Undan keyin Mela Recovery. Bunimizning tarkibida arbutin bor, mindalinay kislota bor, niacinamid bor, retinol bor va bundan tashqari boshqa ko'plab komponentlar bor. Shuning uchun kuchli hisoblanadi va buni faqat ertalab surasizlar. Bitta siqilishi to'liq yuzga yetish kerak bo'ladi. Pigment dog'larni ochartirish uchun hisoblanadi. Kechqurun uchun aktiv formula. Bu ham sivritkamiz hisoblanadi. Bunimiz ham juda ham kuchli. Buni tarkibida kislotalar namnoga ko'proq bo'lgani uchun buni kechqurun ishlatasizlar. Обязательно. Bunimiz hujayralar alishuvini yaxshilab beradi va albatta ertalabki kechqurungi sivritkalardan keyin yuzinglarni krem bilan yopishinglar kerak bo'ladi. Bu kremimizning ichida gialuronka bor. Juda ham yaxshi yuzinglarni namlantirib, chuqur namlantirib, yumshoq qilib qo'yadi va bundan tashqari pantenol bor. Yuzinglarni tinchlantiradi. Tak sizlar ertalab ham kechqurun ham kislotali mahsulot ishlatganingiz uchun yuzinglarni yaxshilab namlantirish va tinchlantirish muhim hisoblanadi. Sizlarda mana shunaqa chiroyli nabor bo'ldi. Bu naborni xarid qilish uchun bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.